Assalomu alaykum, xayrli kun barchaga. Bugun men sizlarga Atomy kompaniyasining eng yuqoridagi brend mahsulotlari, ya'ni sog'liq uchun kerakli bo'lgan batlardan biri noni haqida qisqaroq aytib o'tmoqchiman. Bu haqida juda ham ma'lumot ko'p, chunki o'zini tarkibiga minerallarni, vitaminlarni juda ham ko'p vitamin minerallarni olganligi uchun buni tarkibi haqida ham ma'lumot ko'p, buni inson organizmiga ham juda ham yaxshi tomonlari ko'p. Shularni men sizga qisqaroq qilib aytib o'taman. Ichki yaralarni tezda bitishi uchun yaxshi effekt beradi. Masalan, oshqozon uchun ham oshqozon yazvasi deydi. Masalan, kesirva bo'lganlar, appenditsit bo'lganlar, ularda baribir o'sha operatsiya bo'lgan vaqtda teri kesiladi. Teri bir qavatdan iborat emas. Masalan, hattoki aytadi o'sha homiladorlikda, tug'ruqda kesirva bo'lgan vaqtda terini 7 qavati kesiladi deb. Mana shu ichki terilarni juda ham oson bitiradigan, ichki yaralarni ham, ichki o'sha rak kletkalariga ham yaxshi yetib boradigan bat hisoblanadi. Suyuqlik 1 litr mana bunday. Qarangda, Koreyadan kelish, o'sha qadoqlangan saqlash nimasi ham juda ham mustahkam buni. Men o'zim kesirva bo'lib o'sha 2 yil oldin tuqqan vaqtimda iste'mol qilganman. Mana shu bitta 1 litrlik idishidagini iste'mol qilganman va juda ko'pchilik biladi, tezlik bilan ishga chiqib ketganman. Farzandimga enaga olib turib tezlik bilan ishga chiqib ketganman. Nima uchun? Organizm sog'lom bo'lganligi uchun, o'sha kesirva operatsiya joylari tez bitib ketganligi uchun ham, o'zimni yaxshi his qilganligim uchun ham, odatdagidek tana sog'lom bo'lganligi uchun ham tez ishga chiqib ketganman. Noni sharbati juda ham noyob bo'lgan sharbat hisoblanadi, chunki u past haroratli ekstraksiya yordamida yangi mevalardan to'g'ridan-to'g'ri presslash orqali yaratiladi va 100% tabiiy bu. Bu esa uni barcha yoshdagilar uchun ideal oziq-ovqat qo'shimchasiga aylantirsa bo'ladi. Ya'ni yosh bolalarga ham, yosh kattalarga ham umuman yoshning ahamiyati yo'q. Sharbatning boy tarkibi 140 dan ortiq biologik faol moddalarni o'z ichiga oladi. Shu jumladan 18 ta aminokislotalar, 12 ta vitamin, boya aytib o'tdim, o'z ichiga olgan. C, A, E vitaminlari, B vitaminlari ham, folik kislotasi bor tarkibida, biotin bor, niatsin. Bularni internetdan ko'rsangiz ham inson organizmi uchun qanaqangi foydali minerallar, moddalar ekanligini bemalol ko'rib olishligimiz mumkin bo'ladi.